Ushbu belgilardan qaysi biri bir yoki bir nechta tasmalarda harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan yo'l qismi boshlanishini bildiradi. V. To'g'ri javob F3. Ushbu belgi o'rnatilgan joyda shatakka amalga oshirishning eng yuqori tezligi qanday? Egiluvchan ulagichmi, qattiq ulagich bo'lishidan qat'iy nazar 50 kilometrdan oshirmaslik kerak shatakka olgan vaqtda. To'g'ri javob F2. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? To'xtamasdan o'tishni taqiqlash uchun bojxona belgisi. To'g'ri javob F2. Svetoforning bir vaqtda yoqilgan qizil va sariq ishoralar nimani bildiradi? Harakatni taqiqlaydi va tez orada yashil ishora yoqish haqida ogohlantiradi. To'g'ri javob F2. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bildiradi. Piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziqda yo'naltirishlar piyodalar harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. To'g'ri javob F3. Tumanga qarshi old fara chiroqlari sutkaning qorong'u vaqtda yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari bilan birga qo'llanilishi mumkinmi? Mumkin. To'g'ri javob F1. Mototsiklning haydovchisi qanday holda chapga to'g'ri burildi, to'xtadi va tartibga soluvchining ruxsat etuvchi ishorasini to'xtamay chapga burildi. To'g'ri javob F3. Chorraham birinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda o'ng qo'l qoidasi bu yerda birinchi bo'lib yashil avtomobil, ikkinchi ko'k, uchinchi qizil bo'ladi. Bundan to'g'ri javob F1. Yuk avtomobillarda tashilayotgan yuk shunday joylashtirilishi kerakki, u shovqin solmasligi, chang ko'tarmasligi, yo'lni va atrof muhitni iflos qilmasligi kerak. To'g'ri javob F2. Agar piyodalar o'tish joylaridan keyin tirbandlik paydo bo'lsa, haydovchi qayerda to'xtashi kerak? Bevosita piyodalar o'tish joyi oldida. To'g'ri javob F1. G'ildiraklar yo'l bilan ilashishi yo'qolganda, kuchli yomg'ir, sel yoki suv toshgan yo'l qismlarida haydovchi dvigatel bilan tormoz orqali tezlikni kamaytirishi lozim. To'g'ri javob F3. 5% yod eritmasi, yod nastakasi nima uchun qo'llaniladi? Yara atrofini terini ishlash uchun qo'llaniladi. To'g'ri javob F1. Quyidagi hollarning qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Svetoforning taqiqlovchi ishorasi yonganda, shlagbaum ochiq turgan holatda. To'g'ri javob F1. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Bu yerda mototsikl va ko'k yuk avtomobiliga. To'g'ri javob F1. Yuk avtomobili va mototsiklga. Quruq ob-havo sharoitida asfalt, beton qoplamali yo'lda harakatlanayotgan haydovchi yomg'ir yog'a boshlaganda nima qilishi kerak? Tezlikni kamaytirishi va ehtiyot bo'lishi kerak. To'g'ri javob F1. Bu to'xtash chizig'i qaysi yo'l belgisi bilan qo'llaniladi? To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llaniladi. To'g'ri javob F2. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagichga kamida nechta ogohlantiruvchi qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta. To'g'ri javob F1.
Aholi punktlardan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi? 3-belgi. Daryoga yaqinlashuv. To'g'ri javob F3. Birinchi uzatmada uzoq tezlanishda yurish yoqilg'i sarfiga qanday ta'sir etadi? Yoqilg'i sarfi ortadi. To'g'ri javob F1. Qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Faqat ruxsat etilgan hollarda chapga burilish yoki qayrilib olish uchun. To'g'ri javob F2. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari nam qoplamali yo'l yoqasiga chiqib qolsa, tavsiya etiladi. Avtomobilni tormozlamasdan yo'lning qatnov qismiga ohista ravon burish. To'g'ri javob F3. Avtomagistrallarda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Istalgan usuldan birida to'g'ri talab ruxsat etiladi. Qattiq ulagishda ham, egiluvchan ulagishda ham ruxsat etiladi. To'g'ri javob F4. Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yerda barcha yo'nalishlarga, sababi qo'shimcha axborot belgisi. To'g'ri javob F3. Qizil avtomobil ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki aylanma harakatli yo'ldan ketmoqda. To'g'ri javob F2. Chorrahadan ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Ikkinchi bo'lib o'tadi. Tak, bu yerda birinchi bo'lib ko'k avtomobil o'tadi, ikkinchi bo'lib tramvay, uchinchi bo'lib qizil avtomobil o'tadi. Shunda ikkinchi bo'lib tramvay. F1. To'g'ri javob F1. Belgi va uning ostidagi qo'shimcha axborot belgisi nima haqida ogohlantiradi? Yo'l yoqasida ta'minlash ishlari olib borilayotganligi munosabati bilan unga chiqish xavfi haqida ogohlantiradi. To'g'ri javob F2. Sariq avtomobil chorrahani nechanchi bo'lib kesib o'tadi? Tak. Oxirgi bo'lib kesib o'tadi. To'g'ri javob F3. Tartibga solinmagan chorrahada qaysi belgi albatta to'xtashni talab qiladi? O'rtadagi B. To'g'ri javob F2. Avtomobil haydovchisi tormoz pedalini bosganda sirpanib ketishning xavfli oqibatlarini oldini olish uchun majbur. Boshlangan tormoz berishni to'xtatish shart. To'g'ri javob F3. Chorrahani birinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda birinchi bo'lib avtobus, yengil avtomobil kesib o'tadi birinchi bo'lib. Ikkinchi bo'lib keyin oxirida shu tramvay o'tadi. To'g'ri javob F1. Qaysi haydovchi to'xtab turish qoidasini buzmadi? Bu yerda mototsikl. To'g'ri javob F2. Chapga burilayotgan haydovchi kesishayotgan yo'lning qatnov qismidan o'tayotgan piyodalarga yo'l berish kerakmi? Ha, barcha hollarda o'tkazib yuborish kerak. To'g'ri javob F1. Svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning yo'naltirgichli yashil ishorasi yo'nalishda harakatlanayotgan tramvay haydovchisi boshqa yo'nalishlarda
harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish kerakmi? Ha, kerak. To'g'ri javob F1. Svetoforning ushbu ishorasida qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etilgan? Bu yerda yashil va ko'k avtomobilga ruxsat etilgan. To'g'ri javob yengil va yuk avtomobillariga. To'g'ri javob F3. Chorrahadan ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda birinchi bo'lib qizil, ikkinchi bo'lib ko'k o'tadi. Demak, ikkinchi bo'lib ko'k avtomobil o'tadi. Sariq bilan bir vaqtda. To'g'ri javob F3. Transport vositasi qiyalikda joyidan qo'zg'alishda to'xtab turish tormoz dastavkasini qay vaqtda tushirishni boshlash kerak? Harakatni boshlash bilan bir vaqtda. To'g'ri javob F3. Sirpanchiq yo'lda karburyatorning drossiya zaslongasi keskin ochish qanday xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin? Avtomobilni yonga sirpanib ketishiga olib kelishi mumkin. To'g'ri javob F3. Qanday hollarda transport vositasidan foydalanishga ruxsat etiladi? Bunda to'g'ri javob F2. Gaz ta'minlash tizimi bilan jihozlangan avtobus va avtomobil gaz ballondan tashqi tomondan ko'rsatilgan texnik ko'rsatkichlar, parametrlar texnik pasportdagi ma'lumotlarga mos kelsa, oxirgi va rejalashtirilgan tekshirishning sanasi bo'lsa. To'g'ri javob F2. Ushbu belgi nimani bildiradi? Sun'iy yo'l notekisligini bildiradi. To'g'ri javob F3. Velosiped va mopedlarda tashilayotgan yuk transport vositasining gabaritidan bo'yiga va eniga necha metrdan ortiq chiqib turmasligi kerak? 0,5. To'g'ri javob F4. Siz to'g'ri yo'lda harakatlanayotib, to'satdan yo'lning qisman katta bo'lmagan, sirpanchiq qismiga duch keldingiz. Bunda qanday ehtiyot choralarini ko'rishingiz kerak? Harakat yo'nalishini va tezlikni o'zgartirmasdan ehtiyotkorlik bilan o'tib ketish kerak. To'g'ri javob F3. Qatnov qismi chetida piyoda yalt-yalt etuvchi, mayoqcha va maxsus tovushli ishoralarni yoqib kelayotgan transport vositasi yaqinlashib kelganda qanday yo'l tutish kerak? Qatnov qismidan o'tmasligi kerak. To'g'ri javob F2. Qanday hollarda aholi punktlarida tovushli ishoralarni qo'llashga ruxsat etiladi? Faqat quvib o'tishni nimasida? Faqat yo'l transport hodisasini oldini olish uchun. To'g'ri javob F2. Yo'l transport hodisasini oldini olish uchun. Yengil avtomobilda tumanga qarshi faralarning nechtasi o'rnatishga ruxsat etiladi? Faqat 2 ta. To'g'ri javob F1. Qaysi yo'l belgisi yo'lning tor qismida haydovchiga ustunlik beradi? To'g'ri javob D. To'g'ri javob F3. Bosh miya jarohatlanishining quyidagi alomatlar bilan xarakterlanadi. Yuqoridagi barcha holatlar. To'g'ri javob F4. Ushbu vaziyatda haydovchilar birinchi temir yo'l iziga eng kamida necha metr qolganda to'xtashi kerak? 10 metr. To'g'ri javob F2.
Sirpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlashning qaysi usuli xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi? Ulagichni uzmasdan tormoz tepkisini ko'plab marta uzoq bosib va qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Transport vositalari chorrahadan qanday o'tadilar? Bu yerda birinchi qizil avtomobil o'tadi, ikkinchi ko'k, uchinchi sariq, to'rtinchi yashil o'tadi. Shunda qizil, ko'k, Sirpanchiq yo'lda kalibratorning drosel zaslonkasi keskin ochish qanday xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin? Avtomobilni yonga sirpanib ketishiga olib keladi. Shatakka olingan avtomobilda odamlarni tashishga ruxsat etiladimi? Yengil avtomobillarda ruxsat etiladi. Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin? Bu yerda tartibga soluvchi ishoralarga amal qilinadi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha harakatlanish mumkin. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Bu yerda tramvay, qizil avtomobil, yashil va ko'k. Quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi belgilarga jumlasiga kiradi? Bu yerda barchasi ogohlantiruvchi belgilarga kiradi. Qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetida burchak ostida to'xtab turishga ruxsat etiladi? Yo'lni qatnov qismi kengaygan joylarda boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit bermaslik sharti bilan ruxsat etiladi. Shunday yo'l belgisi bo'lgan yo'l qismlarida ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yerda 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga 100 km. Qoidalar bo'yicha necha yoshdan boshlab yengil avtomobilni boshqarishga ruxsat etiladi? 18 yoshdan ruxsat etiladi. Suratda tasvirlangan holatda haydovchi nima qilishi lozim? Bekatda yo'l o'rtasida turgan, bir xil yo'nalishdagi tramvayga borayotgan yoki undan kelayotgan piyodalarga yo'l berish kerak. To'xtagan transport vositasi bilan yotiq sidirg'a chiziq orasidagi masofa qancha bo'lganda to'xtash taqiqlanadi? Eng kamida 2,5 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Agar undan kam bo'ladigan bo'lsa, to'xtash taqiqlanadi. Ushbu svetofor qaysi yo'nalishda harakatlanishni taqiqlaydi? Bu svetofor to'g'riga o'ngga ruxsat berib turibdi, chapga taqiqlaydi. Chorrahada aylanma harakatlanish tashkil qilingan. Siz yaqinlashib kelayotgan chorrahaning qatnov qismi ikkita harakat bo'lagiga ega. Chorrahaga kirishda burilish uchun siz qaysi tasmani egallashingiz lozim? Albatta, o'ng yoki chap tasmani egallash kerak. Qaysi javobda chorrahadan o'tish tartibi to'g'ri ko'rsatilgan? Bu yerda birinchi velosiped, ikkinchi avtobus, uchinchi avtomobil o'tadi.
Sanab o'tilgan holatlarni qaysilarda transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi? Bu yerda pnevmatik tormoz yuritishi ishlamasa, mototsiklning boshqaruv dempi nosozlik bo'lsa, M1 toifasida transport vositasi rul boshqaruv lift yig'indisi 10 gradusdan ortiq bo'lsa, demak, barchasida transport vositasining bitta o'qiga har xil naqshli shinalarni o'rnatishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Yashil avtomobil haydovchisi ko'k avtomobilga yo'q. Bir xil yo'nalishda to'g'ri harakat, ya'ni ko'k avtomobilga yo'l berishi kerak. Qanday hollarda quvib o'tish taqiqlanadi? Tartibga solinmagan chorrahalarda, tepalikning oxirida, yo'lning ko'rinishi cheklangan joylarda, tartibga solinmagan chorrahalarda, asosiy hisoblanmagan yo'llarda harakatlanishda, demak barchasida. Ushbu belgilardan qaysi biri bir yoki bir nechta tasmalar harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan yo'l qismini boshlanishini bildiradi. Qarama-qarshi tomonga o'zgaradigan bo'lsa, bu bo'ladi. Ushbu belgi o'rnatilgan joyda shatakka olishni amalga oshirish eng yuqori tezlik qancha? Shatakka olgan yengil egiluvchan ulagichmi, qattiq ulagichmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar 50 kilometrdan oshmasligi kerak. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Ushbu belgi majbur tarzda yo'q, to'xtamasdan o'tishni taqiqlash uchun. Svetoforning bir vaqtda yoqilgan qizil va sariq ishorasi nimani bildiradi? Harakatni taqiqlaydi va tezda yashil ishora yoqilishi haqida ogohlantiradi. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bildiradi. Piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziqning yo'naltirgichlar piyodalar harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Tumanga qarshi old fara chiroqlari sutkan qorong'u vaqtda yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari bilan bir vaqtda birga qo'llanilishi mumkinmi? Mumkin. Mototsikl haydovchisi qanday holda chapga burilish to'g'ri buriladi? To'xtadi va tartibga soluvchining ruxsat etuvchi ishorasini to'xtamay chapga burildi. Ishorasida to'xtamay chapga burildi. Uchinchisi bo'ladi. Chorraham birinchi bo'lib kesib o'tadi. Bunda yashil avtomobil birinchi, ikkinchi ko'k avtomobil, uchinchi qizil avtomobil. Sababi 10 qo'l qoidasi bo'ladi. Yuk avtomobillarda tashiladigan yuk shunday joylashtirilishi kerakki, shovqin solmasligi, chang ko'tarmasligi, yo'lni va atrof muhitni iflos qilmasligi kerak. Agar piyodalar o'tish joylaridan keyin tirbandlik paydo bo'lsa, haydovchi qayerda to'xtashi kerak? Bevosita piyodalar o'tish joyi oldida to'xtashi kerak. G'ildiraklar yo'l bilan ilashishi yo'qolganda, kuchli yomg'ir, sel yoki suv toshgan yo'llarda haydovchi dvigatel bilan tormozlash orqali tezlikni kamaytirish lozim. 5% yod eritmasi, yod nastoykasi nima uchun qo'llaniladi? Yara atrofidagi terini ishlash uchun, tozalash uchun ishlatiladi. Quyidagi hollarning qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Svetofor taqiqlovchi ishorasi yonganda, shlagbaum ochiq turgan holatda kirish taqiqlanadi. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Bu yerda mototsikl va ko'k yuk avtomobiliga.
ruxsat etilgan. Quruq ob-havo sharoitida asfalt beton qoplamali yo'lda harakatlanayotgan haydovchi yomg'ir yog'a boshlaganda nima qilishi kerak? Tezlikni kamaytirishi va ehtiyot choralarini ko'rishi kerak. Bu to'xtash chizig'i qaysi yo'l belgisi bilan birga qo'llaniladi? To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llaniladi. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagishga kamida nechta ogohlantirish qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta. Aholi punktlaridan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi? 3-si daryoga yaqinlashish. Birinchi uzatmada uzoq tezlanishda yurish yoqilg'i sarfiga qanday ta'sir etadi? Yoqilg'i sarfini ortadi. Qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Ruxsat etilgan hollarda chapga burilish yoki qayrilib olish uchun ruxsat etiladi. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari nam qoplamali yo'l yoqasiga chiqib qolsa, tavsiya etiladi. Avtomobilni tormozlamasdan yo'lning qatnov qismiga oqsa-ravon burish kerak. Avtomagistrallarda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Istalgan usulda birda ruxsat etiladi. Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishiga ruxsat etiladi? Barcha yo'nalishlarga. Yo'lning qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomoniga chiqish qachon taqiqlanadi? Yuqoridagi barcha hollarda. To'g'ri javob F3. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bajaradi. Piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziqdagi yo'naltirgichlar piyodalarning harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. To'g'ri javob F3. Bu joyda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Bu quvib o'tishni taqiqlovchi belgi tagida qo'shimcha axborot belgisi 300 metr deb qo'yibdi. Bu 300 metr bu belgi 300 metrdan keyin kutishga kiradi. Bu yerda quvib o'tishga ruxsat etiladi. To'g'ri javob F1. Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin? Bu yerda biz setoforga amal qilmaymiz. Bu yerda faqat tartibga soluvchining ishoralariga amal qilamiz. Tartibga soluvchi bu yerda bizga barcha yo'nalishlarga ruxsat berib turibdi. Shuni to'g'ri javob F4. Bu belgi nimani bildiradi? Yuk avtomobillari, traktorlar, o'zyurar moslamalar uchun agar chorrahada yo'nalishlardan birida harakatlanish taqiqlangan bo'lsa, tavsiya etilgan harakat yo'nalishini bildiradi. To'g'ri javob F3. Yo'l yoqasida qaysi transport vositalarining haydovchilari qoidani buzib to'xtadilar? Bu yerda A bilan B. Biz aslida trotuarning ustida turgan qizil avtomobildan buzgan, lekin bizlardan faqat ikkalasini so'rab turdi. To'g'ri javob F5 bo'ladi. Qaysi avtomobil uchun bu belgining ta'siri oralig'ida to'xtashga ruxsat etiladi? Bu yerda faqat sariq avtomobilga, sababi nogironlik belgisi ko'rsatib turgan sariq avtomobilga. To'g'ri javob F4. Qaysi belgi chapga burilishga ruxsat etadi?
Bu yerda 3-chi belgi. Chapga burishga ruxsat etadi. O'zi aslida qayrilib olishni taqiqlaydi, lekin chapga burishga ruxsat beradi. To'g'ri javob F3. Sanab o'tilgan qaysi transport vositalarini o'chirgichsiz tasarruf etishga ruxsat etiladi? Faqat barcha mototsikllarni. To'g'ri javob F3. Siz chapga burilishga yoki qayrilib olishga qaror qildingiz. Orqani ko'rsatadigan ko'zguga qarab bildingizki, ortingizda haydovchi sizni quvib o'tmoqchi. Siz bunda keyingi harakatingiz sizni ortingizdan kelayotgan haydovchi sizni quvib o'tib ketgandan so'nggina burilishni chap ko'rsatishni yoqishingiz mumkin. Shunda to'g'ri javob F2. Qo'l oyoq uchlari, tirsakdan past qismi, boldir sinishida transport shinalari yoki ularni qo'lda yasash uchun vositalar bo'lmasa, birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Qo'llarni tirsakdan bukib, ro'molga osgan holda tanaga bog'lash, oyoqlarni orasiga albatta yumshoq mato qo'yib, bir-biriga bog'lash to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob F2. Qanday hollarda transport vositalaridan foydalanishga ruxsat etiladi? Bu yerda M1, M2, M3 toifalari bir klassdagi avtotransport vositalarining oldingi o'qiga birinchi ta'minlash klass bo'yicha qayta tiklangan shinalar o'rnatilgan. To'g'ri javob F3. Yo'l transport hodisasiga daxldor bo'lgan haydovchilar birinchi navbatda bajarishlari shart. Darhol to'xtashi va hodisa sodir bo'lgan joyda qolishi, avariya ishoralarini yoqishi va avariya sababli to'xtash belgisini o'rnatishi. To'g'ri javob F2. Cheklangan ko'rinish sharoitida orqaga harakatlanishda harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriyat tug'ilganda boshqa shaxslar yordamidan foydalanish kerak. To'g'ri javob F3. Bunday vaziyatda haydovchi nima qilishi kerak? Qatnov qismidan o'tayotgan bolalarga yo'l berish kerak. To'g'ri javob F2. Rul boshqaruvida o'rganuvchi bo'lsa, ushbu transport vositasiga qaysi yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishga ruxsat beriladi? Bu yerda faqat o'ngga, chapga va qayrilib olishga ruxsat beriladi. To'g'riga o'tish taqiqlanadi. Sababi aholi yashash punkti. To'g'ri javob F3. Turar joyda qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? O'ngga, ikkinchi yo'lga taqiqlanadi. To'g'ri javob F2. Chorraha bu yo'llarni o'zaro bir safga kesishadigan, tutashadigan va ayriladigan joyga chorraha deb aytilamiz. To'g'ri javob F2. Qaysi belgilar axborot ko'rsatish belgilar hisoblanadi? Bu yerda ikkinchi va uchinchi. To'g'ri javob F3 bo'ladi. Harakatlanishga ruxsat etilgan. Bu yerda faqat qizil avtomobilga ruxsat etilgan. Bu yerda tramvay harakatlanib bilmaydi. To'g'ri javob F1. Qizil avtomobil. Shunday yo'l belgisi bo'lgan yo'l qismlarida ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan
yük avtomobillarga qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? 100 kilometr. 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillar bo'ladigan bo'lsa, masalan, ularga Labo shunga o'xshash avtomobillar kiradi. To'g'ri javob F3. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari nam qoplamali yo'l yoqasiga chiqib qolsa, tavsiya etiladi. Avtomobilni tormozlamasdan yo'lning harakat qismiga og'za ravon burish. To'g'ri javob F3. Shunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida shaharlararo bo'lmagan avtobusning qanday yuqori tezlik bilan harakatlanishiga ruxsat etiladi? Bunda to'g'ri javob 80. Agar shaharlararo bo'ladigan bo'lsa, unga 90 km/soatda harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, to'g'ri javob F4. Bu belgida qaysi yuk avtomobili harakatni davom ettirishi mumkin? Ruxsat etilgan to'liq vazni 8 tonnadan ortiq bo'lmagan yuk avtomobili. Shuna to'g'ri javob F3. Furgon yukxonasida odamlarni tashishga ruxsat etiladimi? Agar ularning tuzilishi odamlarni tashishga moslashtirilgan bo'lsa, ruxsat etiladi. To'g'ri javob F3. Yo'lovchilarning va mahkamlanmagan yukning shiddat bilan oldinga surilib ketishiga nima sabab bo'ladi? Faqat keskin tormoz berganda oldinga surilib ketadi. To'g'ri javob F2. Tegishli yo'l belgilari o'rnatilgan maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yetmasdan va o'tib ketib 300 metrdan kam masofada qanday eng yuqori tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yerda 30 kilometr. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oldida 300 metrgacha bo'lgan masofada 30 km/soatdan oshirmasdan harakatlanish kerak. Shuna to'g'ri javob F2. Mazkur belgi bilan belgilangan hududda qanday cheklovlar o'rnatilgan? Transport vositalarini boshqarishni o'rgatish taqiqlanadi. Shuna to'g'ri javob F2. Haqiqiy vazni ko'rsatilgan bunday avtopoyezdning ko'prikdan o'tishiga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Sababi bu ko'pir 5 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarish ko'rsatilgan, undan ortig'ini ko'tarib bilmaydi. Avtopoyezd esa 9 tonna. Bunda taqiqlanadi. To'g'ri javob F2. Qaysi belgi yo'l qismida avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari o'rnatilganligi haqida axborot beradi? To'g'ri javob F3. Qaysi yo'l belgilari yo'lning tor qismida haydovchiga ustunlik beradi? Bu yerda G. To'g'ri javob A bilan bu bilan G. To'g'ri javob bu bilan G. To'g'ri javob F4. Svetoforning taqiqlovchi ishorasida va shlagbaum ochiq bo'lganda haydovchi nima qilishi kerak? To'xtash chizig'i oldida, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi oldida, agar ular yo'q bo'lsa, shlagbaumgacha 5 metrdan yaqin bo'lmagan masofada to'xtashish kerak. To'g'ri javob F4. Qaysi transport vositasining haydovchisi qayrilib olishga to'g'ri bajarmoqda? Bu yerda ikkalasi ham to'g'ri bajaryapti. To'g'ri javob F3.
Oraliq masofa deb nimaga aytiladi? Bo'yicha oraliq masofa deb aytiladi. Bu bo'ladigan bo'lsa, u yon oraliq bo'ladi. Shunda to'g'ri javob F1. Bosh miya jarohatlanganda, miya chayqalganda yoki bo'yin qismi jarohatlanganda birinchi yordam ko'rsatish. Jarohatlangan odamni qattiq va tekis zambilga solib, bo'yin qismi tagiga qattiq yostiqcha qo'yib, qo'zg'atmasdan mahkam bog'lab, shifoxonaga yuboriladi. To'g'ri javob F1. Muskul va paylarning ezilishi hamda cho'zilishi alomatlari qanday? Jarohatlangan joyda shish paydo bo'ladi, og'riq seziladi. Ba'zan shu joyda mayda kapillyar qon tomirlari yorilib, qon quyilishi natijasida ko'karish paydo bo'ladi. To'g'ri javob F2. Ushbu holatda sizga temir yo'l kesishmasiga kirishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. To'g'ri javob F3. Jihozlangan bekatlari bo'lmagan tramvay to'xtash joylarida unga chiqish uchun qachon qatnov qismiga chiqishga ruxsat etiladi? Tramvay to'la to'xtagandan keyingina ruxsat etiladi. To'g'ri javob F2. Qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilgan? Bu yerda mototsikl va yengil avtomobilga ruxsat etilgan, yuk avtomobiliga taqiqlangan. Shunda to'g'ri javob yengil avtomobil va mototsiklga. To'g'ri javob F4. Yo'lning qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomoniga chiqish qachon taqiqlanadi? Yuqoridagi barcha hollarda. To'g'ri javob F3. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bajaradi. Piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziqdagi yo'naltirgichlar piyodalarning harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. To'g'ri javob F3. Bu joyda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Bu quvib o'tishni taqiqlovchi belgi tagida qo'shimcha axborot belgisi 300 metr deb qo'yibdi. Bu 300 metr bu belgi 300 metrdan keyin kutishga kiradi. Bu yerda quvib o'tishga ruxsat etiladi. To'g'ri javob F1. Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin? Bu yerda biz svetoforga amal qilmaymiz. Bu yerda faqat tartibga soluvchining ishoralariga amal qilamiz. Tartibga soluvchi bu yerda bizga barcha yo'nalishlarga ruxsat berib turibdi. Shunda to'g'ri javob F4. Bu belgi nimani bildiradi? Yuk avtomobillari, traktorlar, o'ziyurar moslamalar uchun agar chorrahada yo'nalishlardan birida harakatlanish taqiqlangan bo'lsa, tavsiya etilgan harakat yo'nalishini bildiradi. To'g'ri javob F3. Yo'l yoqasida qaysi transport vositalarining haydovchilari qoidani buzib to'xtadilar? Bu yerda A bilan B. Biz aslida trotuarning ustida turgan qizil avtomobilni buzgan, lekin bizlardan faqat ikkalasini so'rab turdi. To'g'ri javob F5 bo'ladi. Qaysi avtomobil uchun bu belgining ta'siri oralig'ida to'xtashga ruxsat etiladi? Bu yerda faqat sariq avtomobilga, sababi nogironlik belgisi ko'rsatib turgan sariq avtomobilga. To'g'ri javob F4. Qaysi belgi chapga burilishga ruxsat etadi?
Bu yerda 3-belgi. Chapga burishga ruxsat etadi. O'zi aslida qayrilib olishni taqiqlaydi, lekin chapga burishga ruxsat beradi. To'g'ri javob F3. Sanab o'tilgan qaysi transport vositalarini o'tirgisiz tasarruf etishga ruxsat etiladi? Faqat barcha mototsikllarni. To'g'ri javob F3. Siz chapga burilishga yoki qayrilib olishga qaror qildingiz. Orqani ko'rsatadigan ko'zguga qarab bildingizki, ortingizda haydovchi sizni quvib o'tmoqchi. Siz bunda keyingi harakatingiz sizni ortingizdan kelayotgan haydovchi sizni quvib o'tib ketgandan so'nggina burilishni chap ko'rsatishni yoqishingiz mumkin. Shunda to'g'ri javob F2. Qo'l oyoq uchlari, tirsakdan past qismi, boldir sinishida transport shinalari yoki ularni qo'lda yasash uchun vositalar bo'lmasa, birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Qo'llarni tirsakdan bukib, ro'molga osgan holda tanaga bog'lash, oyoqlarni orasiga albatta yumshoq mato qo'yib, bir-biriga bog'lash to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob F2. Qanday hollarda transport vositalaridan foydalanishga ruxsat etiladi? Bu yerda M1, M2, M3 toifalari bir klassdagi avtotransport vositalarining oldingi o'qiga birinchi ta'minlash klass bo'yicha qayta tiklangan shinalar o'rnatilgan. To'g'ri javob F3. Yo'l transport hodisasiga daxldor bo'lgan haydovchilar birinchi navbatda bajarishlari shart. Darhol to'xtashi va hodisa sodir bo'lgan joyda qolishi, avariya ishoralarini yoqishi va avariya sababli to'xtash belgisini o'rnatishi. To'g'ri javob F2. Cheklangan ko'rinish sharoitida orqaga harakatlanishda harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriyat tug'ilganda boshqa shaxslar yordamidan foydalanish kerak. To'g'ri javob F3. Bunday vaziyatda haydovchi nima qilishi kerak? Qatnov qismidan o'tayotgan bolalarga yo'l berish kerak. To'g'ri javob F2. Rul boshqaruvida o'rganuvchi bo'lsa, ushbu transport vositasiga qaysi yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishga ruxsat beriladi? Bu yerda faqat o'ngga, chapga va qayrilib olishga ruxsat beriladi. To'g'riga o'tish taqiqlanadi. Sababi aholi yashash punkti. To'g'ri javob F3. Turar joyda qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? O'ngga, ikkinchi yo'lga taqiqlanadi. To'g'ri javob F2. Chorraha bu yo'llarni o'zaro bir satqi kesishadigan, tutashadigan va ayriladigan joyga chorraha deb aytilamiz. To'g'ri javob F2. Qaysi belgilar axborot ko'rsatish belgilar hisoblanadi? Bu yerda ikkinchi va uchinchi. To'g'ri javob F3 bo'ladi. Harakatlanishga ruxsat etilgan. Bu yerda faqat qizil avtomobilga ruxsat etilgan. Bu yerda tramvay harakatlanib bilmaydi. To'g'ri javob F1. Qizil avtomobil. Shunday yo'l belgisi bo'lgan yo'l qismlarida ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan
yuk avtomobillarga qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? 100 kilometr. 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillar bo'ladigan bo'lsa, masalan, ularga Labo shunga o'xshash avtomobillar kiradi. To'g'ri javob F3. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari nam qoplamali yo'l yoqasiga chiqib qolsa, tavsiya etiladi. Avtomobilni tormozlamasdan yo'lning harakat qismiga ohista ravon burish. To'g'ri javob F3. Shunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida shaharlararo bo'lmagan avtobusning qanday yuqori tezlik bilan harakatlanishiga ruxsat etiladi? Bunda to'g'ri javob 80. Agar shaharlararo bo'ladigan bo'lsa, unga 90 km/soatda harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, to'g'ri javob F4. Bu belgida qaysi yuk avtomobili harakatni davom ettirishi mumkin? Ruxsat etilgan to'liq vazni 8 tonnadan ortiq bo'lmagan yuk avtomobili. Shunda to'g'ri javob F3. Furgon yukxonasida odamlarni tashishga ruxsat etiladimi? Agar ularning tuzilishi odamlarni tashishga moslashtirilgan bo'lsa, ruxsat etiladi. To'g'ri javob F3. Yo'lovchilarning va mahkamlanmagan yukning shiddat bilan oldinga surilib ketishiga nima sabab bo'ladi? Faqat keskin tormoz berganda oldinga surilib ketadi. To'g'ri javob F2. Tegishli yo'l belgilari o'rnatilgan maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yetmasdan va o'tib ketib 300 metrdan kam masofada qanday eng yuqori tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yerda 30 kilometr. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oldida 300 metrgacha bo'lgan masofada 30 km/soatdan oshmasdan harakatlanish kerak. Shunda to'g'ri javob F2. Mazkur belgi bilan belgilangan hududda qanday cheklovlar o'rnatilgan? Transport vositalarini boshqarishni o'rgatish taqiqlanadi. Shunda to'g'ri javob F2. Haqiqiy vazni ko'rsatilgan bunday avtopoyezdning ko'prikdan o'tishiga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Sababi bu ko'pir 5 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarish ko'rsatilgan, undan ortig'ini ko'tarib bilmaydi. Avtopoyezd esa 9 tonna. Bunda taqiqlanadi. To'g'ri javob F2. Qaysi belgi yo'l qismida avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari o'rnatilganligi haqida axborot beradi? To'g'ri javob F3. Qaysi yo'l belgilari yo'lning tor qismida haydovchiga ustunlik beradi? Bu yerda G. To'g'ri javob A bilan bu bilan G. To'g'ri javob bu bilan G. To'g'ri javob F4. Svetoforning taqiqlovchi ishorasida va shlagbaum ochiq bo'lganda haydovchi nima qilishi kerak? To'xtash chizig'i oldida, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi oldida, agar ular yo'q bo'lsa, shlagbaumgacha 5 metrdan yaqin bo'lmagan masofada to'xtashish kerak. To'g'ri javob F4. Qaysi transport vositasining haydovchisi qayrilib olishga to'g'ri bajarmoqda? Bu yerda ikkalasi ham to'g'ri bajaryapti. To'g'ri javob F3.
Oraliq masofa deb nimaga aytiladi? Bo'yicha oraliq masofa deb aytiladi. Bu bo'ladigan bo'lsa, u yana oraliq bo'ladi. Shunda to'g'ri javob F1. Bosh miya jarohatlanganda, miya chayqalganda yoki bo'yin qismi jarohatlanganda birinchi yordam ko'rsatish. Jarohatlangan odamni qattiq va tekis zambilga solib, bo'yin qismi tagiga qattiq yostiqcha qo'yib, qo'zg'atmasdan mahkam bog'lab, shifoxonaga yuboriladi. To'g'ri javob F1. Muskul va paylarning ezilishi hamda cho'zilishi alomatlari qanday? Jarohatlangan joyda shish paydo bo'ladi, og'riq seziladi. Ba'zan shu joyda mayda kapillyar qon tomirlari yorilib, qon quyilishi natijasida ko'karish paydo bo'ladi. To'g'ri javob F2. Ushbu holatda sizga temir yo'l kesishmasiga kirishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. To'g'ri javob F3. Jihozlangan bekatlari bo'lmagan tramvay to'xtash joylarida unga chiqish uchun qachon qatnov qismiga chiqishga ruxsat etiladi? Tramvay to'la to'xtagandan keyingina ruxsat etiladi. To'g'ri javob F2. Qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilgan? Bu yerda mototsikl va yengil avtomobilga ruxsat etilgan, yuk avtomobiliga taqiqlangan. Shunda to'g'ri javob yengil avtomobil va mototsiklga. To'g'ri javob F4. Quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi belgilar jumlasiga kiradi? Bu yerda barchasi kiradi. Agar transport vositasi o'lchamlari kattaligidan yoki boshqa sabablarga ko'ra eng chekka tasmali tirbandlik bundan mustasno bo'lsa, qoidalar bo'yicha yo'l qo'yiladi. Zarg'aldoq yoki sariq rangli yalt-yalt etuvchi mayoqcha yoqilgan transport harakatlanishga imtiyozga egami? Imtiyoz beradimi? Bermaydi. Qon oqishini to'xtatuvchi jigut qo'l oyoqlar qayerdan bog'lanadi? Bevosita yuqoriga 10-15 sm yuqoriga bog'lanadi. Yuqoridan bog'lanadi. Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobili yukxonasida o'rindiqlar pastki qismlar qanchadan balandlikda mustahkamlangan bo'lishi kerak? 0,3-0,5 metr. Sirpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlash qaysi usul xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi? Ulagichni uzmasdan tormoz tepkisini ko'plab marta bosish. O'zib ketish deb nimaga aytiladi? Transport vositasining bir yo'nalishda transport vositasi tezlikdan ortiq tezlikda harakatlanish. Sutkaning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi fora chiroqlari yoqish ogohlantirish ishorasi bo'ladimi? Bo'ladi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Birinchi tramvay, ikkinchi avtobus, uchinchi yengil avtomobil. Svetoforning taqiqlovchi ishorasida va shlagbaum ochiq bo'lganda haydovchi nima qilishi kerak? To'xtash chizig'i oldida, to'xtamasdan harakatni taqiqlangan belgisi oldida. Agar ular yo'q bo'lsa, shlagbaumga 5 metrdan yaqin bo'lmagan masofada to'xtashi kerak. Transport vositalari chorrahadan qanday tartibda o'tadilar? Bu yerda birinchi qizil avtomobil, ikkinchi ko'k. Avtomagistrallarda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Istalgan usulda ruxsat etiladi.
Chorrahadan oxirgi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Bu yerda qizil avtomobil birinchi, ikkinchi bu. Ikkalasi demak oxirgi bo'lib yashil avtomobil o'tadi. Hamma tasmalar band bo'lganda, serqatnov harakatlanish vaqtida qaror bosh ruxsat etiladimi? Istalgan paytda ruxsat etiladi. Chorrahadan ikkinchi bo'lib o'tadi. Demak, bu yerda birinchi ko'k avtomobil, ikkinchi tramvay avtomobil o'tadi. Qaysi transport vositalarini qatnov qismi chetida ikki qator qo'yish mumkin? Qachavazi bo'lmagan va ikki g'ildirak transport vositalarini. Demak, birinchisi. Qaysi transport vositasini haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega? Bu yerda yuk avtomobil haydovchisi. Bu joyda hovliga burilish ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Sirpanchiq yo'lda karburatorning dirish zaslonasi keskin ochish qanday oqibatlar keladi deydi. Avtomobilning yonga sirpanib ketish. Chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Birinchi yashil, ikkinchi ko'k, qizil, oxirida sariq avtomobili. Demak, bu yerda yashil. Avtomobil haydovchisi qayrilib olmoqchi. Tramvayga yo'l berib, qayrilib oladi. Qaysi belgi yo'lning tor qismida ro'paradan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishni talab qiladi? Ikkinchisi. Aholi punktdan tashqarida tirkamali yengil avtomobil haydovchisi eng katta tezlik soatiga necha kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi? 80. Yengil tirkamali avtomobil bo'ladigan bo'lsa 80. Agar tirkamali yuk avtomobil bo'ladigan bo'lsa, u 70 bo'ladi. Demak 80. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Majburiy tarzda tezlikni kamaytirish uchun qo'llaniladi. Ushbu belgi qaysi turdagi transport vositalarini to'xtamasdan o'tishni taqiqlaydi? Barcha turdagi transport vositalarini. Rasmda ko'rsatilgan chorraha tartibga solingan chorraha deb aytiladi. Yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan qaysi yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishga ruxsat etilgan? Faqat A yo'nalish bo'yicha. Sababi buyuruvchi belgi buyurib turibdi. Avtomagistrallarda boshqarishni o'rganish taqiqlangan. Yo'lning qatnov qismi yo'lning relsiz transport vositalari harakati uchun mo'ljallangan qismiga yo'lning qatnov qismi deb aytiladi. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Harakatlanish faqat mototsikl haydovchisiga ruxsat etilgan. Qanday hollarda haydovchisi bo'lmagan transport vositalarini shatakka olish mumkin? Faqat qattiq ulagichning tuzilishi, shatakka olingan transport vositalarini shatakka olgan transport vositasining izidan harakatlanish ta'minlangan holatdagina ruxsat etiladi. Mumkin.
Bosh miya jarohatlanishining asosiy alomatlari. Bu yerda barcha javoblar to'g'ri. F4 ni belgilaymiz. Harakatlanish mumkin bo'lgan yo'nalish qaysi rasmda to'g'ri ko'rsatilgan? Bu yerda faqat o'ngdagi rasmda. Qaysi transport vositasining haydovchisi imtiyozga ega? Bu yerda tramvay haydovchisi. Qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat berilgan? Bu yerda faqat avtomobil haydovchisiga, o'zi aslida mototsiklga ham ruxsat etilgan, lekin u to'g'riga harakatlanmoqchi. Faqat yengil avtomobilga. Yo'lning yoritilmagan qismlarida, sutkaning qorong'i vaqtida to'xtaganda gabarit chiroqlar nosoz bo'lsa, transport vositasini yo'lning chetiga olib chiqish, agar buning iloji bo'lmasa, mazkur qoida talablariga binoan uni belgilashi lozim. Haydovchi avtopoyezdning harakatlanishiga tasma kengligini aniqlashda nima hisobga olishi kerak? Kengligi bo'yicha transport vositasining o'lchamlari, shuningdek tirkamaning chayqalishi hamda uning burilish markazi siljishini inobatga olish kerak. Agar yo'lda bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, avtomobilni shatakka olishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Ikkinchi bo'lib qizil avtomobil kesib o'tadi. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagishga kamida nechta ogohlantiruvchi qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta. Moped haydovchilariga ruxsat beriladi. Faqat yo'lning cheti, o'ng bo'lagiga, o'ng tomondan bir qator bo'lib harakatlanishga, faqat yo'l yoqasidan harakatlanishga, agar piyodalarga xalaqit bermasa, demak, barcha sanab o'tilgan hollarda ikkita javob ham to'g'ri. Shundan to'g'ri javob F3. Barcha sanab o'tilgan holatlarda. Ushbu belgilardan qaysi biri oldinda yo'l qoplamasi ustida sun'iy notekislik borligi haqida ogohlantiradi? Sun'iy notekislik oladigan bo'lsa, bu javob to'g'ri. To'g'ri javob F2. Qaysi belgi kesib o'tgan yo'llarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishni yuklaydi? Demak, to'g'ri javob F3. Yo'l bering belgisi. Transport vositalari chorrahadan qanday tartibda o'tadilar? Bu yerda birinchi qizil avtomobil o'tadi, ikkinchi ko'k, uchinchi sariq, keyin oxirgi bo'lib yashil avtomobil o'tadi. Demak, qizil, ko'k, sariq bilan bir vaqtda yashil. To'g'ri javob F1. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda birinchi yashil avtomobil o'tadi, ikkinchi ko'k, uchinchi qizil. Demak, chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda ko'k avtomobil. To'g'ri javob F1. Yashil avtomobil chorrahadan nechanchi bo'lib o'tadi? Yashil avtomobil ikkinchi bo'lib o'tadi.
Ushbu belgi o'rnatilgan joyda shatakka olishni amalga oshirishning eng yuqori tezligi qanday? Shatakka olgan avtomobillarda egiluvchan ulagich bo'ladimi, qattiq ulagich bo'ladimi? 50 kilometrdan oshirmasligi shart. To'g'ri javob F2. Ushbu vaziyatda siz o'yindagi tasmada harakatlanmoqdasiz. Sizning tasmangizga qayta tizilayotgan transport vositasiga yo'l berishingiz kerakmi? Kerak emas. Sababi qayta tizilishda o'ng tarafdagi haydovchi ustunlikka ega bo'ladi. To'g'ri javob F1. Ko'k avtomobil haydovchisi chapga burilish ishorasini berib, burilishga kirishgandan keyin qizil avtomobil haydovchisi o'ng tomondan o'zib ketishi mumkinmi? Ha, mumkin. G'ildiraklar yo'l bilan ilashishi yo'qolganda, kuchli yomg'ir, sel yoki suv toshgan yo'l qismlarida haydovchi dvigatel bilan tormoz orqali tezlikni kamaytirishi lozim. To'g'ri javob F3. Ko'rsatilgan belgilardan qaysilarining talabi bevosita o'rnatilgan joydan kuchga kiradi? Demak, A belgisi ham to'g'ri, B ham to'g'ri. 40 bilan 70. To'g'ri javob F2. Ko'rsatilgan avtotsisternalardan qaysi biri burilishda ag'darilib ketish xavfi kamroq, turg'uroq? Bunda to'liq to'lib turgan suyuqlik bilan to'liq to'ldirilgan avtomobil haydovchisi. To'g'ri javob F2. Avtomagistrallarda to'xtashga ruxsat berilgan. Faqat 515 yoki 611 yo'l belgilari bilan belgilangan maxsus to'xtab turish maydonchalarida ruxsat berilgan. To'g'ri javob F3. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagichga kamida nechta ogohlantiruvchi qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta. To'g'ri javob F1. Bu belgilarning qaysi biri bir tomonlama harakatli yo'lga chiqishni bildiradi? Bir tomonlama harakatga chiqish 1 va 5 belgilar. To'g'ri javob F1. Bu belgi nimani bildiradi? Haydovchi ro'paradan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerakligini bildiradi. To'g'ri javob F2. Yuk avtomobil haydovchisi to'xtab turish qoidasini buzdimi? Ha, buzdi. To'g'ri javob F1. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. 1 tramvay, 2 avtobus, 3 yengil avtomobil. To'g'ri javob F1. Ko'rsatilgan yo'l belgilaridan qaysi biri faqat yo'l qoplamasi nam bo'lganda ta'sir qiladi? A javob to'g'ri. Faqat nam bo'lganda ta'sir qiladi. Bu javob tosh otish xavfini bildiradi. Bu javob esa sirpanchiq yo'lligini bildiradi, ogohlantiradi. Demak, to'g'ri javob F1 A javobi. Bu yotiq chiziq nimani bildiradi?
Velosiped yo'lkasi qatnov qismini kesib o'tadigan joyni bildiradi. To'g'ri javob F2. Ushbu belgilardan qaysi biri bir yoki bir nechta tasmalar harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan yo'l qismini boshlanishini bildiradi. Qarama-qarshi tomonga o'zgaradigan bo'lsa, bu bo'ladi. Ushbu belgi o'rnatilgan joyda shatakka olishni amalga oshirish eng yuqori tezlik qancha? Shatakka olgan yengil egiluvchan ulagichmi, qattiq ulagichmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar 50 kilometrdan oshmasligi kerak. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Ushbu belgi majbur tarzda yo'q, to'xtamasdan o'tishni taqiqlash uchun. Svetoforning bir vaqtda yoqilgan qizil va sariq ishorasi nimani bildiradi? Harakatni taqiqlaydi va tezda yashil ishora yoqilishi haqida ogohlantiradi. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bildiradi. Piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziqning yo'naltirgichlar piyodalar harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Tumanga qarshi old fara chiroqlari sutkan qorong'i vaqtda yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari bilan bir vaqtda birga qo'llanilishi mumkinmi? Mumkin. Mototsikl haydovchisi qanday holda chapga burilish to'g'ri buriladi? To'xtadi va tartibga soluvchining ruxsat etuvchi ishorasini to'xtamay chapga burildi. Ishorasida to'xtamay chapga burildi. Uchinchi savol. Chorak ham birinchi bo'lib kesib o'tadi. Bunda yashil avtomobil birinchi, ikkinchi ko'k avtomobil, uchinchi qizil avtomobil. Sababi 10 qo'l qoidasi bo'ladi. Yuk avtomobillarda tashiladigan yuk shunday joylashtirilishi kerakki, shovqin solmasligi, chang ko'tarmasligi, yo'lni va atrof muhitni iflos qilmasligi kerak. Agar piyodalar o'tish joylaridan keyin tirbandlik paydo bo'lsa, haydovchi qayerda to'xtashi kerak? Bevosita piyodalar o'tish joyi oldida to'xtashi kerak. G'ildiraklar yo'l bilan ilashishi yo'qolganda, kuchli yomg'ir, sel yoki suv toshgan yo'llarda haydovchi dvigatel bilan tormozlash orqali tezlikni kamaytirish lozim. 5% yod eritmasi, yod nastoykasi nima uchun qo'llaniladi? Yara atrofidagi terini ishlash uchun, tozalash uchun ishlatiladi. Quyidagi hollarning qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Svetofor taqiqlovchi ishorasi yonganda, shlagbom ochiq turgan holatda kirish taqiqlanadi. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Bu yerda mototsikl va ko'k yuk avtomobiliga ruxsat etilgan. Quruq ob-havo sharoitida asfalt beton qoplamali yo'lda harakatlanayotgan haydovchi yomg'ir yog'a boshlaganda nima qilishi kerak? Tezlikni kamaytirishi va ehtiyot choralarini ko'rishi kerak. Bu to'xtash chizig'i qaysi yo'l belgisi bilan birga qo'llaniladi? To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llaniladi. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagichga kamida nechta ogohlantirish qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta. Aholi punktlaridan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi? 3-si daryoga yaqinlashish. Birinchi uzatmada uzoq tezlanishda yurish yoqilg'i sarfiga qanday ta'sir etadi? Yoqilg'i sarfini ortadi.
Qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Ruxsat etilgan hollarda chapga burilish yoki qayrilib olish uchun ruxsat etiladi. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari nam qoplamali yo'l yoqasiga chiqib qolsa, tavsiya etiladi. Avtomobilni tormozlamasdan yo'lning qatnov qismiga oqsa-ravon burish kerak. Avtomagistrallarda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Istalgan usulda birda ruxsat etiladi. Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishi ruxsat etiladi? Barcha yo'nalishlarga. Avtomobil haydovchisi qayrilib olmoqchi. Tramvayga yo'l berib, qayrilib oladi. Qaysi belgi yo'lning tor qismida ro'paradan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishni talab qiladi? Ikkinchisi. Aholi punktdan tashqarida tirkamali yengil avtomobil haydovchisi eng katta tezlik soatiga necha kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi? 80. Yengil tirkamali avtomobil bo'ladigan bo'lsa 80. Agar tirkamali yuk avtomobil bo'ladigan bo'lsa, u 70 bo'ladi. Demak 80. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Majburiy tarzda tezlikni kamaytirish uchun qo'llaniladi. Ushbu belgi qaysi turdagi transport vositalarini to'xtamasdan o'tishni taqiqlaydi? Barcha turdagi transport vositalarini. Rasmda ko'rsatilgan chorraha tartibga solingan chorraha deb aytiladi. Yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan qaysi yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishga ruxsat etilgan? Faqat A yo'nalish bo'yicha. Sababi buyuruvchi belgi buyurib turibdi. Avtomagistrallarda boshqarishni o'rganish taqiqlangan. Yo'lning qatnov qismi yo'lning relsiz transport vositalari harakati uchun mo'ljallangan qismiga yo'lning qatnov qismi deb aytiladi. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Harakatlanish faqat mototsikl haydovchisiga ruxsat etilgan. Qanday hollarda haydovchisi bo'lmagan transport vositalarini shatakka olish mumkin? Faqat qattiq ulagichning tuzilishi, shatakka olingan transport vositalarini shatakka olgan transport vositasining izidan harakatlanish ta'minlangan holatdagina ruxsat etiladi. Mumkin. Bosh miya jarohatlanishining asosiy alomatlari. Bu yerda barcha javoblar to'g'ri. F4 deymiz. Harakatlanish mumkin bo'lgan yo'nalish qaysi rasmda to'g'ri ko'rsatilgan? Bu yerda faqat o'ngdagi rasmda. Qaysi transport vositasining haydovchisi imtiyozga ega? Bu yerda tramvay haydovchisi. Qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat berilgan? Bu yerda faqat avtomobil haydovchisiga, o'zi aslida mototsiklga ham ruxsat etilgan, lekin u to'g'riga harakatlanmoqchi. Faqat yengil avtomobilga. Yo'lning yoritilmagan qismlarida, sutkaning qorong'i vaqtida to'xtaganda gabarit chiroqlar nosoz bo'lsa, transport vositasini yo'lning chetiga olib chiqish, agar buning iloji bo'lmasa, mazkur qoida talablariga binoan uni belgilashi lozim.
Haydovchi avtopoyezdning harakatlanishiga tasma kengligini aniqlashda nima hisobga olishi kerak? Kengligi bo'yicha transport vositasining o'lchamlari, shuningdek tirkamaning chayqalishi hamda uning burilish markazi siljishini inobatga olish kerak. Agar yo'lda bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, avtomobilni shatakka olishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Ikkinchi bo'lib qizil avtomobil kesib o'tadi. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagishga kamida nechta ogohlantiruvchi qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta. Quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi belgilar jumlasiga kiradi? Bu yerda barchasi kiradi. Agar transport vositasi o'lchamlari kattaligidan yoki boshqa sabablarga ko'ra eng chekka tasma tirbandlik bundan mustasno bo'lsa, qoidalar bo'yicha yo'l qo'yiladi. Zarg'aldoq yoki sariq rangli yalt-yalt etuvchi mayoqcha yoqilgan transport harakatlanishiga imtiyozga egami? Imtiyoz beradimi? Bermaydi. Qon oqishini to'xtatuvchi jigut qo'l oyoqlar qayerdan bog'lanadi? Bevosita yuqoriga 10-15 sm yuqoriga bog'lanadi. Yuqoridan bog'lanadi. Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobil yukxonasida o'rindiqlar pastki qismida qanchadan balandlikda mustahkamlangan bo'lishi kerak? 0,3-0,5 metr. Sirpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlash qaysi usul xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi? Ulagishni uzmasdan tormoz tepkisini ko'plab marta bosish. O'zib ketish deb nimaga aytiladi? Transport vositasining bir yo'nalishda transport vositasi tezlikdan ortiq tezlikda harakatlanish. Sutkaning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi fora chiroqlari yoqish ogohlantirish ishorasi bo'ladimi? Bo'ladi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Birinchi tramvay, ikkinchi avtobus, uchinchi yengil avtomobil. Svetoforning taqiqlovchi ishorasida va shlagbaum ochiq bo'lganda haydovchi nima qilishi kerak? To'xtash chizig'i oldida, to'xtamasdan harakatni taqiqlangan belgisi oldida. Agar ular yo'q bo'lsa, shlagbaumga 5 metrdan yaqin bo'lmagan masofada to'xtash kerak. Transport vositalari chorrahadan qanday tartibda o'tadilar? Bu yerda birinchi qizil avtomobil, ikkinchi ko'k. Avtomagistrallarda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Istalgan usulda ruxsat etiladi. Chorrahadan oxirgi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Bu yerda qizil avtomobil birinchi, ikkinchi bu. Ikkalasi, demak oxirgi bo'lib yashil avtomobil o'tadi. Hamma tasmalar band bo'lganda, serqatnov harakatlanish vaqtida qayrab olishga ruxsat etiladimi? Istalgan paytda ruxsat etiladi. Chorrahadan ikkinchi bo'lib o'tadi. Demak, bu yerda birinchi ko'k avtomobil, ikkinchi tramvay avtomobil o'tadi. Qaysi transport vositalarini qatnov qismi chetida 2 qator qo'yish mumkin? Qachavazi bo'lmagan va 2 g'ildirak transport vositalarini.
Demek birinchisi. Qaysi transport vositasini haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega? Bir de yük avtomobil haydovchisi. Bu joyda hovliga burilish ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Sırpanchiq yo'lda karburatorning dirish zaslonкасы keskin ochish qanday oqibatlar keladi deydi. Avtomobilning yonga sirpanib ketish chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Birinchi yashil, ikkinchi ko'k, qizil, oxirida sariq avtomobili. Demak, bu yerda yashil. Sırpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlashning qaysi usuli xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi? Ulagichni uzmasdan tormoz tepkisini ko'plab marta uzoq bosib va qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Transport vositalari chorrahadan qanday o'tadilar? Bu yerda birinchi qizil avtomobil o'tadi, ikkinchi ko'k, uchinchi sariq, to'rtinchi yashil o'tadi. Shunda qizil, ko'k, sirpanchiq yo'lda karburatorning drosel zaslonkasi keskin ochish qanday xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin? Avtomobilni yonga sirpanib ketishiga olib keladi. Shatakka olingan avtomobilda odamlarni tashishga ruxsat etiladimi? Yengil avtomobillarda ruxsat etiladi. Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin? Bu yerda tartibga soluvchi ishoralarga amal qilinadi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha harakatlanish mumkin. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Bu yerda tramvay, qizil avtomobil, yashil va ko'k. Quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi belgilarga jumlasiga kiradi? Bu yerda barchasi ogohlantiruvchi belgilarga kiradi. Qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetida burchak ostida to'xtab turishga ruxsat etiladi? Yo'lning qatnov qismi kengaygan joylarda boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit bermaslik sharti bilan ruxsat etiladi. Shunday yo'l belgisi bo'lgan yo'l qismlarida ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yerda 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga 100 km. Qoidalar bo'yicha necha yoshdan boshlab yengil avtomobilni boshqarishga ruxsat etiladi? 18 yoshdan ruxsat etiladi. Suratda tasvirlangan holatda haydovchi nima qilishi lozim? Bekatda yo'l o'rtasida turgan, bir xil yo'nalishdagi tramvayga borayotgan yoki undan kelayotgan piyodalarga yo'l berish kerak.
To'xtagan transport vositasi bilan yotiq sidirg'a chiziq orasidagi masofa qancha bo'lganda to'xtash taqiqlanadi? Eng kamida 2,5 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Agar undan kam bo'ladigan bo'lsa, to'xtash taqiqlanadi. Ushbu svetofor qaysi yo'nalishda harakatlanishni taqiqlaydi? Bu svetofor to'g'riga o'ngga ruxsat berib turibdi, chapga taqiqlaydi. Chorrahada aylanma harakatlanish tashkil qilingan. Siz yaqinlashib kelayotgan chorrahaning qatnov qismi ikkita harakat bo'lagiga ega. Chorrahaga kirishda burilish uchun siz qaysi tasmani egallashingiz lozim? Albatta, o'ng yoki chap tasmani egallash kerak. Qaysi javobda chorrahadan o'tish tartibi to'g'ri ko'rsatilgan? Bu yerda birinchi velosiped, ikkinchi avtobus, uchinchi avtomobil o'tadi. Sanab o'tilgan holatlarni qaysilarda transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi? Bu yerda pnevmatik tormoz yuritishi ishlamasa, mototsiklning boshqaruv demper nosozlik bo'lsa, M1 toifasida transport vositasida rul boshqaruv lift yig'indisi 10 gradusdan ortiq bo'lsa, demak, barchasida transport vositasining bitta o'qiga har xil naqshli shinalarni o'rnatishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Yashil avtomobil haydovchisi ko'k avtomobilga yo'q. Bir xil yo'nalishda to'g'ri harakat, ya'ni ko'k avtomobilga yo'l berish kerak. Qanday hollarda quvib o'tish taqiqlanadi? Tartibga solinmagan chorrahalarda, tepalikning oxirida, yo'lning ko'rinishi cheklangan joylarda, tartibga solinmagan chorrahalarda, asosiy hisoblanmagan yo'llarda harakatlanishda, demak barchasida. Ushbu belgilardan qaysi biri bir yoki bir nechta tasmalarda harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan yo'l qismi boshlanishini bildiradi. V. To'g'ri javob F3. Ushbu belgi o'rnatilgan joyda shatakka amalga oshirishning eng yuqori tezligi qanday? Egiluvchan ulagichmi, qattiq ulagich bo'lishidan qat'iy nazar 50 kilometrdan oshmasligi kerak shatakka olgan vaqtda. To'g'ri javob F2. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? To'xtamasdan o'tishni taqiqlash uchun bojxona belgisi. To'g'ri javob F2. Svetoforning bir vaqtda yoqilgan qizil va sariq ishoralar nimani bildiradi? Harakatni taqiqlaydi va tez orada yashil ishora yoqish haqida ogohlantiradi. To'g'ri javob F2. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bildiradi. Piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziqda yo'naltirishlar piyodalar harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. To'g'ri javob F3. Tumanga qarshi old fara chiroqlari sutkaning qorong'u vaqtda yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari bilan birga qo'llanilishi mumkinmi? Mumkin. To'g'ri javob F1. Mototsiklning haydovchisi qanday holda chapga to'g'ri burildi, to'xtadi va tartibga soluvchining ruxsat etuvchi ishorasida to'xtamay chapga burildi? To'g'ri javob F3. Chorrahani birinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda o'ng qo'l qoidasi
Tak, bu yerda birinchi bo'lib yeşil avtomobil, ikkinchi ko'k, uchinchi qizil bo'ladi. Bundan to'g'ri javob F1. Yük avtomobillarda tashilayotgan yuk shunday joylashtirilishi kerakki, u shovqin solmasligi, chang ko'tarmasligi, yo'lni va atrof muhitni iflos qilmasligi kerak. To'g'ri javob F2. Agar piyodalar o'tish joylaridan keyin tirbandlik paydo bo'lsa, haydovchi qayerda to'xtashi kerak? Bevosita piyodalar o'tish joyi oldida. To'g'ri javob F1. G'ildiraklar yo'l bilan ilashi yo'qolganda, kuchli yomg'ir, sel yoki suv toshgan yo'l qismlarida haydovchi dvigatel bilan tormoz orqali tezlikni kamaytirishi lozim. To'g'ri javob F3. 5% yod eritmasi, yod nastakasi nima uchun qo'llaniladi? Yara atrofini terini ishlash uchun qo'llaniladi. To'g'ri javob F1. Quyidagi hollarning qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Svetoforning tarqatuvchi ishorasi yonganda, shlagbaum ochiq turgan holatda. To'g'ri javob F1. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Bu yerda mototsikl va ko'k yuk avtomobiliga. To'g'ri javob F1. Yuk avtomobili va mototsiklga. Quruq ob-havo sharoitida asfalt, beton qoplamali yo'lda harakatlanayotgan haydovchi yomg'ir yog'a boshlaganda nima qilishi kerak? Tezlikni kamaytirishi va ehtiyot bo'lishi kerak. To'g'ri javob F1. Bu to'xtash chizig'i qaysi yo'l belgisi bilan qo'llaniladi? To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llaniladi. To'g'ri javob F2. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagichga kamida nechta ogohlantiruvchi qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta. To'g'ri javob F1. Aholi punktlaridan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi? 3-belgi. Daryoga yaqinlashuv. To'g'ri javob F3. Birinchi uzatmada uzoq tezlanishda yurish yoqilg'i sarfiga qanday ta'sir etadi? Yoqilg'i sarfi ortadi. To'g'ri javob F1. Qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Faqat ruxsat etilgan hollarda chapga burilish yoki qayrilib olish uchun. To'g'ri javob F2. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari nam qoplamali yo'l yoqasiga chiqib qolsa, tavsiya etiladi. Avtomobilni tormozlamasdan yo'lning qatnov qismiga ohista ravon burish. To'g'ri javob F3. Avtomagistrallarda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Istalgan usuldan birida to'g'ri talab ruxsat etiladi. Qattiq ulagichda ham, egiluvchan ulagichda ham ruxsat etiladi. To'g'ri javob F4. Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yerda barcha yo'nalishlarga, sababi qo'shimcha axborot belgisi. To'g'ri javob F3. Qizil avtomobil ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki aylanma harakatli yo'ldan ketmoqda. To'g'ri javob F2. Chorrahadan ikkinchi bo'lib kesib o'tadi, ikkinchi bo'lib o'tadi. Tak, bu yerda birinchi bo'lib ko'k avtomobil o'tadi, ikkinchi bo'lib tramvay, uchinchi bo'lib qizil avtomobil o'tadi. Shunda ikkinchi bo'lib tramvay F1
To'g'ri javob F1. Belgi va uning ostidagi qo'shimcha axborot belgisi nima haqida ogohlantiradi? Yo'l yoqasida ta'minlash ishlari olib borilayotganligi munosabati bilan unga chiqish xavfi haqida ogohlantiradi. To'g'ri javob F2. Sariq avtomobil chorrahani nechanchi bo'lib kesib o'tadi? Tak. Oxirgi bo'lib kesib o'tadi. To'g'ri javob F3. Tartibga solinmagan chorrahada qaysi belgi albatta to'xtashni talab qiladi? O'rtadagi B. To'g'ri javob F2. Avtomobil haydovchisi tormoz pedalini bosganda sirpanib ketishning xavfli oqibatlarini oldini olish uchun majbur boshlangan tormoz berishni to'xtatishi shart. To'g'ri javob F3. Chorrahani birinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda birinchi bo'lib avtobus, yengil avtomobil kesib o'tadi birinchi bo'lib. Ikkinchi bo'lib keyin oxirida shu tramvay o'tadi. To'g'ri javob F1. Qaysi haydovchi to'xtab turish qoidasini buzmadi? Bu yerda mototsikl. To'g'ri javob F2. Chapga burilayotgan haydovchi kesishayotgan yo'lning qatnov qismidan o'tayotgan piyodalarga yo'l berish kerakmi? Ha, barcha hollarda o'tkazib yuborish kerak. To'g'ri javob F1. Svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning yo'naltirgichli yashil ishorasi yo'nalishda harakatlanayotgan tramvay haydovchisi boshqa yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerakmi? Ha, kerak. To'g'ri javob F1. Svetoforning ushbu ishorasida qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etilgan? Bu yerda yashil va ko'k avtomobilga ruxsat etilgan. To'g'ri javob yengil va yuk avtomobillarga. To'g'ri javob F3. Chorrahadan ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu yerda birinchi bo'lib qizil, ikkinchi bo'lib ko'k o'tadi. Demak, ikkinchi bo'lib ko'k avtomobil o'tadi. Sariq bilan bir vaqtda. To'g'ri javob F3. Transport vositasi qiyalikda joyidan qo'zg'alishda to'xtab turish tormoz dastavkasini qay vaqtda tushirishni boshlash kerak? Harakatni boshlash bilan bir vaqtda. To'g'ri javob F3. Sirpanchiq yo'lda karburyatorning drossiya zaslongasi keskin ochish qanday xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin? Avtomobilni yonga sirpanib ketishiga olib kelishi mumkin. To'g'ri javob F3. Qanday hollarda transport vositasidan foydalanishga ruxsat etiladi? Bunda to'g'ri javob F2. Gaz ta'minlash tizimi bilan jihozlangan avtobus va avtomobil gaz ballondan tashqi tomondan ko'rsatilgan texnik ko'rsatkichlar, parametrlar texnik pasportdagi ma'lumotlarga mos kelsa, oxirgi va rejalashtirilgan tekshirishning sanasi bo'lsa. To'g'ri javob F2.
Ushbu belgi nimani bildiradi? Sun'iy yo'l notekisligini bildiradi. To'g'ri javob F3. Velosiped va mopedlarda tashilayotgan yuk transport vositasining gabaritidan bo'yiga va eniga necha metrdan ortiq chiqib turmasligi kerak? 0,5. To'g'ri javob F4. Siz to'g'ri yo'lda harakatlanayotib, to'satdan yo'lning qisman katta bo'lmagan, sirpanchiq qismiga duch keldingiz. Bunda qanday ehtiyot choralarini ko'rishingiz kerak? Harakat yo'nalishini va tezlikni o'zgartirmasdan ehtiyotkorlik bilan o'tib ketish kerak. To'g'ri javob F3. Qatnov qismi chetida piyoda yalt-yalt etuvchi, mayoqcha va maxsus tovushli ishoralarni yoqib kelayotgan transport vositasi yaqinlashib kelganda qanday yo'l tutish kerak? Qatnov qismidan o'tmasligi kerak. To'g'ri javob F2. Qanday hollarda aholi punktlarida tovushli ishoralarni qo'llashga ruxsat etiladi? Faqat quvib o'tishni nimasi? Faqat yo'l transport hodisasini oldini olish uchun. To'g'ri javob F2. Yo'l transport hodisasini oldini olish uchun. Yengil avtomobilda tumanga qarshi faralarning nechtasi o'rnatishga ruxsat etiladi? Faqat 2 ta. To'g'ri javob F1. Qaysi yo'l belgisi yo'lning tor qismida haydovchiga ustunlik beradi? To'g'ri javob D. To'g'ri javob F3. Bosh miya jarohatlanishining quyidagi alomatlar bilan xarakterlanadi. Yuqoridagi barcha holatlar. To'g'ri javob F4. Ushbu vaziyatda haydovchilar birinchi temir yo'l iziga eng kamida necha metr qolganda to'xtashi kerak? 10 metr. To'g'ri javob F2.